Assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrdon, qadrdonlarim, sog'misizlar, salomatmisizlar? Sizlar bilan men Oynajahon Qonidor bo'lish modomimiz Allohga beadad shukrlar bo'lsin. Kamina Muhammadjon yana mikrofonlar qarshisida sizlar bilan go'zal suhbatlarni amalga oshirmoqda. Qadrdonlarim, bugun biz faoliyatimizni boshlaganimizga, san'at sohasiga kirib kelganimizga 10 yil bo'libdi. 12 dekabr sanasi 2014-yil bo'libdi. Mana shu kunda ilk bor katta sahnaga chiqib, qo'limizga mikrofonga ishlab, Allohimizni yaxshi kunlarida, hashamlarida suratda bo'lganmiz. Allohga beadad shukrlar bo'lsin. Albatta ota-onamizning chiroyli duosi bilan, sizlarning chiroyli duolaring bilan dan ziyod xonadonning yaxshi kunlarida, to'ylarida xizmatda bo'ldik. Ilohim bardavom bo'lsin. Allohimga beadad shukrlar bo'lsin. Yana hammasi Allohdan duoda bo'lib turinglar. San'atimiz bardavom bo'lsin. Yaxshi kunlaringizda, to'y hashamlarda hamisha xizmatlarda bo'laylik. Sizlar bilan 10 yillik faoliyatimizni bo'lishimiz keldi. Barchalaringizlaringni asranglar. Allohga omonat sizlar. Yaxshi kunlarda diydor ko'rishish har birimizga nasib ro'z eylesin. Sog' va salomat bo'linglar.